Assalomu alaykum, Bozor Obzor YouTube kanal obunachilari. Navbatdagi uyg'oylarimizni obzorini qilishni boshladik do'stlar. Andijon birinchi qo'l mebelchi ustakamizni sexiga kelganmiz. Pramo do'kon magazinda emas, Pramo sexiga bo'ladi do'stlar. Xudo xolasa inshaalloh mana Samarqand, Toshkent bo'ylab ishlarimiz chiqib ketishni boshladi do'stlar. Videoni shoshilmasdan oxirigacha ko'rib tursanglar, sizlarga narx-navolar, materiallar hamma yo'g'idan tushuntirib o'tamiz do'stlar. Optim birinchi qo'l joyidan bo'lyapti do'stlar. Bunimiz Meduza poson 320 ga 220 sm bo'ladi do'stlar. Ikkitadan taburetkasi bor. Materiallari moshi, pampers, prujina cho'kib qolmaydigan yaxshisidan bo'ladi. Shu turishi 4,5 million so'm bo'ladi do'stlar. Xohlasangiz bo'lishga poson, bunisi ham 4,5 million so'm, bunisi ham 4,5 million, bunisi ham 4,5 million. Rangini oq deysizmi, qizil deysizmi, xohlagan rangingizdan qilib beraman deyapti do'stlar. Undan tashqari esa xudo xolasa birinchi qo'l magazinga bo'ladimi, tutarmonga bo'ladimi, xudo xolasa har qanaqasiga bo'lsa chiqarib beraman deb dastlabkilaridan umuman muammo qilmasanglar ham bo'ladi. Vodiy bo'ladi dastlabkilarni besplatni qilib beraman deyapti do'stlar. Xudo xolasa 12 ta viloyatdan bemalol telefon qila olasizlar, yo'l kirasini kelishilgan holatda chiqarib beraman deyapti. Xudo xolasa bularimizni mana Andijon Bo'taqarasidan chiqib ketyapti. Samarqandga sotgan ekan bunisini esa Toshkent viloyatiga bergan. Bunimiz esa Andijonda o'ziga qoladigan bo'ldi do'stlar. Undan tashqari xudo xolasa sexlari ham juda katta, ishchi kuchi xudo xolasa ko'p. Zakaz qilib qo'yib, qadi ekan, tirimikin, o'limikini istab yurmaysizlar, xudo xolasa ishlari ham xudo xolasa assortiment juda katta. Taburetkalar ham tayyor bo'ladi. Mana shu taburetkalar ash ishlarimizga bo'ladi. Xudo xolasa inshaalloh pastdagi nomerlarga bemalol telefon qila olasizlar. 24 soat xudo xolasa xizmatinglarda machalkalarini ham, laminat displey taylarini ham zo'ridan, baquvvatidan qilib beraman deyapti. Xudo xolasa bunaqangi ikkitadan taburetkalarni qo'shib, materiallari ham umuman gard qilmaydigandan zo'ridan xudo xolasa inshaalloh sizlar uchun bo'ladi do'stlar. Xon taxtasi esa, xon taxtasi qani buni deganlar, xon taxtasini puli addini qo'shilib oladi do'stlar. 600 ming so'mdan boshlab 100 dollarga da xon taxtasi ham bor ekan. O'zingizni, ko'nglingizni sharoitingizga qarab xudo xolasa unisini ham qo'yib bera olaman o'ziga moslab rangini deyapti do'stlar. Xudo xolasa video yoqqan bo'lsa bitta-bittadan like bosib obuna bo'lishni unutmaysizlar do'stlar. Xudo xolasa ponni buni bitta oldima orqa tomonlari ham ponni material o'zidan bo'ladi. Uyingizni o'rtasiga xo'rga qo'yib qo'ysangiz ham orqasi hijolat qilib qo'ymaydiganidan xudo xolasa nozik opaxon akaxonlarimizga xudo xolasa hijolat qilmaydigandan zo'r joydan bo'ladi do'stlar. Bolishlarini ikkita bolishini bonusiga qo'shib beraman deyapti do'stlar. Kimga shunaqa mebellar kerak bo'ladigan bo'lsa xudo xolasa pastdagi nomerlarga aloqaga chiqarasizlar. Andijon birinchi qo'l joyidan bo'lyapti do'stlar.